25 santimetr zina. Вообще to'rtburchak qilib qo'ygan. 15 ga 30 emasdi, 25 ga 25 mi shunaqa qilib qo'ygan. Вообще zinangiz dabdala qo'ydim. U ustamas desam, "Yo'q, bu 20 yillik ustaman" deb aytdi deydi. Mana odamlar ustiga quloq soladi. O'sha paytda endi to'g'ri, men aytmoqchi emasman, что hamma ChatGPTni ochsin deb. Endi sal ustalar ham qarasa yaxshi bo'lardi degan maqsadda. Ko'proq pul ishlaymiz deb, pulni ketdan quvlab, ishni orqaga tashlab, pulni ketdan quvlashni boshlasak, haqiqatan hamma narsa bir tenga qimmat mahsulotga aylanadi. Ishda, любой ishda, qurilishda bo'ladimi, o'qishda bo'ladimi, farqi yo'q, любой ishda pulni ketdan quvlash bu yomon narsa. Mahsul kasbni yaxshi, sifatli qilishga harakat qilsak, pul o'zi keladi. Alloh taolo o'zi pulni rizqni beradi. Biza harakat qilishimiz kerak. Bizda nima bo'ladi? Bu kasb, qanaqadir kasbni olishdan oldin niyat pul ishlash bo'ladi. Pulni ketdan quvlashga ketib qoladi. 1 so'm ishlaydi, 2 so'mga harakat qiladi. $1000 topadi, halol nasiya qilib mashina oladi. Pulni ketdan quvlashdi bu.